Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi ro'yxatimizda Urganch shahrining bir zo'r yerida joylashgan 5 qavatli binoni birinchi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira 3 xona qilingan hurmatli obunachillar. Shunday bir kvartira bilan tanishib chiqamiz. Место положенияsi ko'rib turibsizlar, bunda bu tarafda Urdu, bunda Darital, bu tarafimiz Dehqon bozor, bu tarafimiz esa Raycenter bozor, ya'ni Sho'lqamatal. Joyimiz bundan gelsengizlar ham bo'ladi joyi. Shumbalayandan gelsengizlar ham bo'laveradi. Gullenskiyda emas, joyimiz 3-mikrorayonda, ya'ni 3-dahada. Men o'zim ham shuda yashayman, qo'ng'ishim. Joyina gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachillar, joy bir zo'r etib, sifatlatib, zo'tilgan. Ne desem, ayak tiylari taxta pol, laminat emas, linoleum emas. Yani 5 reykeden karkazet durup üstüne 2'lik 207'lik taxta kakı koydular. Panel emas, hurmatli obunachillar, taxta. Tak что joyimizni remontuna gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli obunachillar, ming marta aytgandan bir marta ko'rgan yaxshi dedilar. Hozir borib joyning ichine ichalari bilan bir tanishib chiqamiz. Undan bir gap aytib o'tchakmi, agar kimda kim köşesi ülkede satacak olsa bemalol bilan kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satışa yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishlar mumkin. Asl ülkelerini YouTube'a chiqqan her bir videoni kommentarlarga tashlab boramiz. Gelip patlatib qilib qo'ysangiz, xalasangiz Telegram, xalasangiz Instagram. Hurmatli obunachillar, transportlarimiz yine ko'rib turalaringizdek 13 13 28 7 bandan gelerden bir yana getip şu bulan eldimden yana gitedi. Yine aytib ketayım da 7 getip batır. 7 şu. Keyin şu bulan eldimden şimdi 10 çıksanlar bo'ladi, 1 çıksanlar bo'ladi. Şu bulan eldimden 5 bilan 7. İban tarafına sitafora çıkadigan olsanızda 19. 19 degan kitap burada yürüydü. Joyimizda dokumenti 100% taq, doğru adlarınızı ötadigan. Hem kredit qilib olsanlar ham bo'laveradi, hech qanday muammosi yo'q. Hurmatli obunachillar, qani ketdik esa ichalar bilan bir tanishib chiqamiz. Hurmatli obunachillar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz ko'rsatib o'tganingiz Darital yonida 5 qavatli binoni birinchi qavatida joylashgan 2 xonali kvartira, o'zi 3 xona qilingan. 3-xonasini hurmatli obunachillar spalni qilib qo'yibdilar, ya'ni kuxnyani. Eshiklari ko'rib turganingizdek, turetskiy yaxshi eshiklardan qo'yilgan, ichi utubkanga qilingan. Qani bismillah. Joyimizda hem 100% taxta pol qilingan. Bu giradigan yerimiz bilan prixoshka, bu tarafidan aynan banka qo'yadigan yer qilib qo'yibdilar. Bu tarafidan aynan bir dana kir mashin turibdi, produktlar turadigan yeri. Yo'q, agar sizlar qilaman desangiz, bu yerda prixoshka, polniy shkaf qo'ysangiz bo'ladi bu yerda. O'zi aslında planirovkada bu yerda hurmatli obunachillar, shunday bir kladovkaning yeri bo'ladi. Men o'zim muhimam shuda. Kladovkasini dunyoni o'zi sig'adi. Eshik bo'lib turadi. Men bu yerda aynan prixoshka yetib, bu tarafında kladovkani o'zini o'rnida qo'yibmiz. Joyimiz xonalar отдельно, ya'ni bunda spalnisi, yana bunda zali, bu tarafında bizani yangi sizlarga aytib o'tgan kuxnyani o'rnini spalni qilib qo'yibdilar. Sanuzel vannaxona, sanuzel hojatxona. Bular ham kafeldan chiqqan 100% remont, hurmatli obunachillar. Ayak tiylari taxta pol. O'ng tarafdan boshlaymiz. Yine bu bizani spalnimiz, hurmatli obunachillar, spalnimizni razmerini yine olsak, enine 3'u 10, uzinasi 4'u 80 razmerda tushgan bo'ladi bular, hurmatli obunachillar. Men uyim razmeri yoddan qolgan, yodimdan turibdi. Mening bir razmerlarini shunday sababroq remont etdim. Shuni bilaman. Bularning spalnisi keng tushadi, hurmatli obunachillar. Fondan chiqqan, ko'rib turganingizdek, karnizlar bosilgan, patologlarni ak vodami so'nkalarni urib qo'yibdilar. Aynalari hammasi 100% akva plastik ramladan, hurmatli obunachillar, rishotkalar qo'yilgan. Shunday akva eshiklar, akva aynalarni sifatlisi kerak bo'ladi desangiz, kerak bo'lsa, hurmatli obunachillar, Chakkadagi Ziyat dükkanının yan başında akva sex bor. O'zim uyimdan aynalarni shunga o'ttirdim. Tolga 7'lik ram ishlaydi, hurmatli obunachillar, ya'ni 7000'lik sifatli ishlaydi. Şöyle borib turib YouTube'da Serverakov kanalından, Hemrah kanalından gördük desengizler, skitka qilib beradi. Adı Hemrabek. Hurmatli obunachillar, endi men o'zim o'ttirib kelgandan keyin aytib turibman, sifatini zo'r sifatlatib o'tadi. Bedening registrlari полностью qo'yilgan. Registri bir taraf ham qo'yilgan, oyanan teyin ham qo'yilgan, hurmatli obunachillar. Uy Xudo xolasa qishda dim issi bo'ladi. Nechun desa, bundan ham is chiqadi, bundan ham is chiqadi.
Bu bizning spalnimiz edi. İbir bilan danıştık. İbirde hurmatli omochalar, zali razmeriga keladigan olsak, ishodan o devolacha 550 razmeri, 310 razmeriga tushgan. Ayak telleri taxta pol, devorlari oboy patolokacha. Patologni yurib turibdilar, pökeklar bosilgan, chiroyli etib remontdan chiqarib qo'yibdilar. Zalimizdan otoplaniyasi bor, yine bunda. Radiator o'tgan, televizor qo'yib qo'yibdilar, konditsioner, yine perdik ishlab turibdi. Ne deymiz? Ben tarafımızda ise bizani kuxnyani balkona ko'chirib qo'yibdilar, hurmatli omochalar. Yine bu bizani o'zi verandasi. Verandan yine verandaga balkonni ko'chirib, yine bunda yine kotol ham şurada turibdi. Kotolni qaranglar, hurmatli omochalar. Hem kotol şurada kotol turibdi, hem şöyle radiator qo'yganlar buni, registr. Bunda sho'tchiki gazniki, bunda vakuumli bachoki. Bunda kotolni mo'risi. Suvi muammosiz keladi, hurmatli omochalar. Endi birinchi etaj podvallari top-toza domimizning o'zida o'zimni yashaydigan yerim. Bularning domini bilaman, oyoq tellari taxta pol. Hurmatli omochalar. Tak. Yine bunda bizani hojatxonamiz. Polностью oyoq tellari kafel, devorlari kafel, patolokacha, patoloki plastik. Yumgalaringizda unitaz ham Koko brendidan bo'lgan unitazlarni qo'yib qo'yibdilar. Eshiklari o'zlarimizning zakoniy sifatli taxta eshiklarni qo'yib qo'yibdilar. Ben tarafimizda bizani vannamiz, oyoq tellari kafel birimizdan, devorlari kafel, patolokacha, patoloki plastik. Ko'rib turganingizdek, ventilasyonniy shuning nasi bor shaxtasi. Bunda issiq sovuq suvning stoyaki, bunda 2 dona sho'tchik. Devorlari xudo xolasa kafel. Hurmatli omochalar, keyingi masalada yan tarafda bizani kuxnyani o'rnini yine spalniya qilib qo'yibdilar. Hozir shu bilan bir tanishib chiqamiz. Hurmatli omochalar, aytib o'tganim, yan tarafda yine o'zi kuxnya bo'lgan, lekin polnoценный xona qilib qo'yibdilar. Polni bera shkafni o'tirsa spalniya sig'dirsam bo'ladi. Ya bo'lmasa shu yerda yerda yatsam bo'ladi, do'shaklarni do'shab, yine shkaflari qo'yilgan. Ayak tellari taxta pol. Hamma yeri joyimizda berni kamindi polni beklan turib keling. Ayak tellari 100% taxta pol, hurmatli omochalar. Laminat emas, linoleum emas, chistin taxta pol 5lik reka, 6lik reka bilan karkazatib turib üstüne 1.6lik, 2.6lik, 2.7lik taxtalarni qaqib qo'yibdilar. Aynalari akfa. Hamma akfa aynasında rishotkalar bor. Perdeler asılgan, birimize minen görüp duranımızın atapnineler ötken. Hürmetli omochalar, eğer kariman desenizde joyini eldinden atısı ba, arkasından atısı ba. Kariman desenizle. Lekin joyimize gap bo'lişi mümkün emas. Joyimiz zor, shikarni. Hürmetli omochalar, bellede su, svet, gazdan mamma yok, bakça, mektebi yanında. Transportdan mamma yok. Nöşündese senedin gösterip öttüm. Ben tarafa, Şumbula tarafa çıksanızla 5, 7, Darital tarafa çıksanızla Videnem 7 ötedi, 28, 13 bütün rayonda avtobusları şu andan ötedi. Veçimize gap bo'lişi mümkün emas. Xonalar addenli görüp turganlaringizdan san uzul, yani vanna tuvaletler ham addenli. 3-chi xonasi ham addenli. Hurmatli omochalar, aytib o'tganim joyimizni xalasanızlar kredit variantda qilib olinglar. Muammosi yo'q, ikkilamchi kredit. Xalasanızlar naqd pul tashlab olinglar. Bahası sergine qaytib beraman deb qo'yibdim. Xayrina 1-2 so'm qaytib beradi, bir ko'p qaytib bilmas. Так что joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Bahasam shikolat baha, dokument ham zo'r. Dokument 100% taq. Doğru adlarınıza o'tadi, hech qanday dokumentdan muammo bo'lishi mumkin emas. Hurmatli omochalar, shu bilan bu uyimizga bag'ishlangan videorolikimiz o'z oxiriga yetib boryapti. Keyingi roliklarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Kanalimizga podpisatsiya qilishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa shu like, kommentariya kutib qolamiz. Kimki neki ish boshlagan bo'lsa, hammamizning boshlanishimiz xayrli bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Keyingi roliklarda sog'likda, omonlikda ko'rishguncha deb qolamiz. Hamma endi yaxshi kun to'y tomosha bo'laversin. Hurmatli omochalar, like'larni gumburlatamiz, filmlarni kommentariya yozib qoldiramiz.
Tolka yaxşısının üçün desə, cay açış anzat emas. Bulan gümbürdətəmiz Dar İtalyandan 3 kanalı kvadra qara bilgən danışlara təşəkkür ederiz.